ko'p kishi dom olganlar biladi, mashinani parkovka qilishga juda ham ko'p qiynalishadi. Ya'ni mashina qo'yadigan joy yo'q. Sizlarga mana shu yechimni topib qo'yganman. Bu uyni olsangiz parkovkasi sizlarga tekinga tushadi. Ya'ni o'zingizda alohida hovlingiz, ya'ni 3 ta mashinangiz bo'lsa, 3 ta mashinangiz ketadigan bo'ladi. Bemalol kelasiz, 3 ta mashina qo'yasiz. Bu yerda podvallar ham bor. Podvallar qup-quruq, kelsangiz bemalol ko'rsatamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu tarafdan ham kirsangiz bo'ladi. Narigi tarafdagi, ya'ni podest tarafdagi eshiklar ham ochiq turibdi. Bu yerda balkonimiz joylashgan bo'ladi. Balkonimiz 1,5 ga 6 metrlik bo'ladi. Oshxonani balkonga chiqargan. Bu tarafda zal joylashgan. Zalda ham u tarafdan ko'rsataman. Bu yerda yana eng asosiysi batareykalar, ya'ni isitish tizimi davlat tarafidan mana ko'rishingiz mumkin, ishlab turibdi. Oshxonamiz bo'lgan, oshxonani balkonga chiqargan, ya'ni 3-xona sifatida foydalansangiz ham bo'ladi. Bu yerda sanuzolimiz, hojatxonamiz, yuvinish xonamiz joylashgan. Asosiy eshigimizdan kirishimiz va переходка mebel qo'yadigan joy. Mana ko'rishingiz mumkin, podezlarimiz va xonamiz deb aytib ketsak bo'ladi. Ikkinchi xonamiz, bu yerga ham batareykalar o'rnatilgan, konditsionerlar o'rnatilgan, konditsioner bor, isitish tizimi bor. Hamma narsasi yaxshi, remontlarigini salgina o'zingizga ayaqlarni to'g'rilab olsangiz bo'ldi mana. Isitish tizimini ko'rsatib o'tib ketish mumkin. Mana shu xonadonim sotuvda, narxi keladigan narxini 345 millionga gaplashib qo'ydik. Kimda yuragi ursa, Paxtazordan uy izlagan tanishlar bo'lsa, birinchi qavatdan zo'r joyda uy topib qo'yganman, bosib yoradigan joyi.